Nima, Rafinha basketbolchimi? U o'tgan mavsum 62 ta gol plus assist qayd etdi, lekin unga nisbatan adolatsizlik qilindi, deya boshlangan Rafinhaning rafiqasining so'zlari. Ha, chindan ham unga nisbatan adolatsizlik bo'ldi. Kuni kecha FIFA The Best marosimi bo'lib o'tdi. Unda bir qator yilning eng yaxshilari taqdirlandi. Shuningdek, yil ramziy jamoasi ham e'lon qilindi, lekin eng katta shubha uyg'otgan narsa ham bu aynan yil ramziy jamoasi bo'ldi. Undan quyidagi futbolchilar o'rin oldi, lekin qiziqarli tomoni shundaki, unda na Mbappe va na Rafinhani ko'ra olmaysiz. Bu ikki futbolchi o'tgan mavsum o'ta dahshatli tarzda o'tkazdi. To'g'ri, sovrin jihatidan unchalik ham maqtana olmasligi mumkin, lekin statistika nuqtai nazaridan bu ikki futbolchidan yaxshiroqlari yo'q edi. Ayniqsa Rafinha bu ramziy jamoaga kirmagani ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Ushbu voqeadan keyin menda ham bir shubha uyg'ondi. Ha, braziliyaliklarga nisbatan negadir adolatsizlik bo'layotgandek tuyulmoqda. Bu oldin Neymar bilan, keyin esa Vinicius bilan sodir bo'lgandi. Mana bu ish endi Rafinha bilan ham bo'lmoqda. Afsuski, katta mavsum o'tkazib, Oltin to'pda ham 5-o'ringa loyiq ko'rilgan Rafinha yil ramziy jamoasidan ham tushib qoldirildi.